Bashara bo'lmasin desangiz dabdala, unda ishlating sprey dalba deb ertalabdan kunimni boshlab oldim. Pisillatib dalbay spreyimdan ham sepib oldim. Qarasam xirra ko'ryapman. Dvornikni ham tozalab oldim. Xullas landa bashara remonti boshlandi deb qo'lni shimarib ishga kirishdim. Birinchi bo'lib ko'zga skoch yopishtirishdan boshladim. Buni nimaligini, qovog'ini sob yurmasa ham o'zi solinib qolgan qizlar rosa yaxshi tushunadi. Bilasiz, dehqonam dalaga ekin ekishdan oldin birinchi yerni chopib namlab oladi. Biz ham shpaklovka qilishdan oldin shu koskadan olgan doktor Altay kremimiz bilan yuzimizni namlab olamiz. Namlatib, shapatilab o'tirsam, yonimga karis o'rtog'im kelib, "Srochno oldimga kel, senga gapim bor" desa bo'ladimi? Hozir shu tir kushonni ishlatib yoningga tirillab boraman dedim. "Ha, tinchlikmi, nima bo'ldi?" desa, "Menga karis qaynana kerak emas, o'zbek qaynana kerak. O'zbekka tegsam, sarpamga shuni kiysam bo'ladimi? O'zbek yigiti Koreyaga keladimi?" deb so'rayapti. Koreyaga kelmoqchi bo'lgan yigitlar kommentariyaga nomerilarni yozinglar. Qalin pulidan qo'rqmanglar, yetadi, bir korobka ramen olib bersanglar. Xullas, bu yerda reklama продолжается. Ko'zimni nimadir yalt etib oldi. Oldiga borib qarasam, shu karis qizam dalbaydan ishlatar ekan, yaltirab o'tiribdi mana. Bir narsaga qoyil qoldim. Bu dalbay spreyni faqat karis vachchalar ishlatadimi desam, yo'q, Amitah vachchandi nevaralari ham mana ishlatib o'tirar ekan. Sababi narxi hamyonbop bo'lib, effekti bittada bilinar ekan. Shu kosmetikalarda hammasi Costco profilida bor ekan. U yerga yozsangiz, butun dunyo bo'ylab O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, hatto Tojikistonga ham dastavka qilib berar ekan. Sog' bo'lasizlar.